bu jarayonda hammamiz birgalashishimiz kerak edi. Endi biz o'zimiz tarafdan hamma masalani yechishimiz kerak. Lekin fuqarolar ham o'zining masalasini yechish kerak. Здесь должен быть долг человеческий. Гражданина долг должен быть перед страной во всех отношениях, в том числе и наш долг. У нас огромная ответственность перед людьми. Но я хочу посмотреть, ko'rmoqchiman, nimalar qilyapsizlar, qanaqa natijaga erishyapsizlar. Mayli bugun havo yaxshi bo'ldi, sal-pal yaxshi bo'ldi, tushibdi. Balkim shamol kelgandir. Men ishonmayman sizlarga hozirda, что bir kunda qildik bu masalani. Ko'rib yotibman ahvolni. Shuncha yildan beri qaramaganmiz. Da gaplaring to'g'ri, bir tarafdan ekonomikamiz o'syapti deysizlar, biznes o'syapti, qurilishlar ko'payyapti. Bu ham to'g'ri. Fuqarolarimiz ko'p Toshkentga ko'chib keldi. Bu ham to'g'ri. Lekin endi prezidentimiz juda katta xavotirdalar. Juda ham katta xavotirdalarki, har kuni so'rayaptilar, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. O'shanga sizlarga juda ham ko'p narsa bog'liq. Особенно Toshkent viloyatiga, Zoir Toyevich. Toshkent viloyatiga yaxshilab qarab berishingiz kerak.